1000 xil yevro desert taklif qilishsa ham aynan mana shu shirinlikni juda ham yaxshi ko'raman. Un, margarinni kroshka qilib, razrıhlitel, 200 gram smetana va 6 ta tuxum sarig'ini solamiz. Nima tayyorlayotganimizni hozir bilib olasiz. Xamirimizni yumshoqini qilib qorib, xolodilnikka 30 daqiqaga olib qo'yamiz. Ana endi ortib qolgan tuxumimizning oqini shakar bilan yaxshilab oppoq bo'lguncha ko'pirtiramiz. Menimcha adashmadingiz va paxlava pishirayotganimni bilib qoldingiz-ku. Tingan xamirimizni 3 bo'lakka bo'lamiz. O'rta qavatini pishirib olamiz, qolgan 2 qavatini esa taxlaymiz. Mana shunaqa qilib 3 qavat bo'ladi. Ustini yopib, tuxum sarig'i surib kesib olamiz. Xohlasanglar romlik, xohlasanglar kvadratik, o'xshayligiga ko'ra. Tuxum sarig'i surasizlar, yong'oq bilan bezatasizlar va duxovkaga yuborasizlar. Har doimgidek Samara Food qandolatchilari uchun asalli qiyomidan foydalanamiz. Suvga aralashtirib, birozgina qaynatamiz, limon bo'lagi solamiz. Samara Food asallarini grammajlari har xil. 1 litr 500 gram va undan kichkinalari ham bor. O'zingizga ma'qulini xarid qilib, bemalol pishiriqlaringizga ishlatsangiz bo'ladi. Men esa yaqinlarimni ko'rgani ketdim, yoqimli ishtaha.